Men nechidir kun deganda muxtasarra oldiga keldim. Esinglarda bo'lsa, ana kuni boshim shu darajada og'riyaptiki, hattoki dorilar ham yordam bermayapti dedim. Keyin ko'pchilik hijama oling, ana o'shanda bosh dorilari ham qoladi deb aytishdi. Hozir kelganimda muxtasar prosta gapirdilar, men eshitib shokka tushdim. Sababi, bilasizlar, o'zi hijoma bu sunnat amallardan biri. Aynan shu sunnatga qarab qilinadigan odamda 3 ta tochka bo'lar ekan. Mana shu yelkadan, pastdagi umurtqani tugash suyagidan va oyoqdan. Bu hattoki o'sha ko'z, nazar, sehrlarga qarshi ham qilinadigan hijomalar bor ekan. Kakras hozir shuni olaman. Muxtasarga juda ham ko'p meni o'rtoqlarim, sizlar tanigan, bilgan, har kimga ham reklama qilmaydigan blogerlar keladi. O'shaning uchun menga tavsiya qilishgani uchun muxtasarga yozilib keldim va mana bugun o'chirdim. 5 kun kutdim shekilli, odamlar juda ham ko'p, oxirgiga bo'lsa ham oling, kech paytga bo'lsa ham dedim. Qaranglar, biz hozir hijama qilamiz. Endi hammasini sizlarga ko'rsata olmayman, baribir uyat bo'ladi. Ishlatayotgan narsalari, qo'yayotgan bonkalari, kesayotgan lezvalari hammasi одноразовый. Aytvaman, og'rimaydimi desam, sunnatga muvofiq terini o'sha 7 qavati bor-ku, o'shani 2 qavatini kesaman. Lezva обычный lezvaga qaraganda 70 baravar, ya'ni 70% ingichka deyaptilar. Undan tashqari qizlar, men aytvaman, tomirimni kesib qo'ysangiz, qonim chiqib ketsa-chi, o'zi nima foyda qon chiqqandan desam, inson organizmida foydali qon bu tomir ichida yuradi. Hozir tushuntirdilar, ha deyapman. Ammo bu musor qonlarimizni bizani o'sha 7 qavat terimizni orasida yurar ekanda, как pilisoska o'xshab o'sha qonlarni hozir olib tashlaymiz. Boshlaymiz unda. Qizlar, qaranglar, mana izni ko'ryaptimi? Ko'pchilik bu omadi aldadi deyishinglar mumkin. Shuning uchun men polnislarga ko'rsataman. Hijoma oldim. Bitta narsa meni shokka tushirdi. Qaranglar, men o'sha sunnat amali bo'yicha sehrga qilinadigan 3 ta tochka dedilar. Bu yoqga, oyoqga o'yladim 3 ta qo'yadilar deb o'yladim. Yo'q. Aynan shu tochkalarni ochib beradigan yana tochkalar bor ekan. Bizga hozir orqa nechta qo'ydik? Tepa tarafga 20 ta qo'ydik, past tarafga hozircha 10 ta qo'ydik tochka. Bu yerga 20 ta, bu yoqga 10 ta qo'ydik. Oyoqni bo'lsa keyingi safar qilamiz deb aytdim. Ishonasizlarmi, 20 ta tochkaning ichidan aynan o'sha sehrga, nazar, ko'zga qo'yilgan qani ichidan quyuq qon chiqdi-da. Qolganlardan ana suv aralash zardob chiqqan bo'lsa, undan ham quyuq qon chiqdi-da. Men prosta shokdaman. Baribir bor narsa-da, ko'rasizlarmi? Mana bunaqa g'oz yog'i bu shramlarga o'sha tezroq bitkazib beradi. O'zi g'oz yog'i ham yoshligimizda ko'p ishlatardik. Xo'p, bu o'zi alohida pul, lekin meni nomimdan kelgan pechenkalarim uchun g'oz yog'ini bonusga toza g'oz yog'ini qo'shib beradilar. Profillarni qoldiraman. Yana ham hijoma haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, storieslarda gapirib, ma'lumotlarni berib tushuntirib ketadilar. Podpiska bo'linglar. Xudo xolasa endi oktyabr oyiga kelib, ikkita mana men bitimga, chunki bugun syomkam bor, o'shaning uchun qo'ydira olmadim. Oyog'imga qildiraman. Rahmat sizga. Qaranglar, bu mana hijoma, spetsialni hijomani lezvasi juda ham ingichka ekan, vaqti bilingani yo'q. Men bu ham одноразовый, mana bu oyoniki bo'lsa kerak. Bitta chetiga oyoniki, o'sha miyani chetiga qo'yiladigan xotira uchun ham одноразовый hammasi mana, chunki menga xos qildilar, sразу musorga tashadilar-da. Hamma narsa одноразовый, akkuratni ishlar ekanlar. Umuman, вообще 1 gram og'riqqa sezganim yo'q.